Postman Pat and his black and white cat. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the postbags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Everybody knows his bright red band. All his friends will smile as he waves to greet them. Maybe you can never be sure. There'll be knock, ring, parcels to your door. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Pat feels he's a really happy man. Quvnoq почтальон. Uchar pufaklar. Kech qolyapman. Dada, poyezdni o'tkazib yuboraman. Kech qolmasligim kerak axir. Mana ketyapman. Demak, bugun darslar Pencaster bayramidan so'ng bo'lar ekanda. Ha, shahar markazida katta bayram bo'ladi. Muhim qismlarda men ham qatnashar ekanman. Juda ajoyib, dada. Aniq nimalar bo'lishini bilmadim-ku, lekin Taylor xonimning aytishiga qaraganda juda qiziq bo'ladi. Maxsus elchish xizmati Pat eshitadi. Sizga ajoyib bir jo'natma bor, Pat. Bu yerga qancha vaqtda kela olasiz? Tezda o'sha yerda bo'laman, Ben. Keyinroq ko'rishamiz, Julian. Kuning yaxshi o'tsin. Rahmat, dada. Xayr. Xayr, Pat amaki. Biz uchun maxsus xizmat bor, Jess. Bugun bizni nima kutyapti ekan, ha? Special delivery service is on his way. Special delivery service. What's it going to be today? Mayli kun, Ben. Sen aytgan jo'natma shumi? Xuddi o'zi. Ehtiyot bo'ling. Uning ichidagi nima edi, Ben? Bilmadim, Pat. Lekin nima bo'lganda ham soat 2 ga shahar markazidagi bayramga olib borilishi kerak. U holda uni avval pastga tushirib olganimiz ma'qul. Ustunlar tekshirildi, devorlar tekshirildi, lentalar joyida. Xo'sh, Hammasi joyida, Reverend. Bularning hammasini juda chiroyli qilibsiz. men faqat hammasini mukammal bo'lishini istadim, xolos. Faqat meni maxsus jo'natmam nima bo'ldi ekan? Aminmanki, Pat uni vaqtida olib keladi. Pat, qo'lingiz yetadimi? Deyarli yana ozgina. Ehtiyot bo'l, Jess. Barakalla, Jess. Endi ke, uni mashinaga yuklaylik. Qanday qilib shunday yengil narsani olib yurish shunchalik qiyin bo'lsa? Mana buni Tedga yo'l-yo'lakay berib keta olmaysizmi? Bu uning yangi kashfiyoti uchun. Albatta, vaqtim bemalol yetadi. Xayr, Ben. Xayr, Pat. Omad. Va Mira. Ha, Taylor xonim. Bolalar, endi faqat poyezdni kutishimiz qoldi xolos. Mana o'zi ham keldi. Qo'yin, keldi. Salom bolalar. Qani chiqinglarchi? Salom, Ted. Sen uchun maxsus jo'natma bor. Rahmat, Pat. Aynan menga kerakli narsa ekan. Moy. Bu seni oxirgi kashfiyotingmi? Ha, shunday. Bu Ted Glennning o'zi cho'ziladigan uzun qo'li. Undan samarali foydalansa bo'ladi. Xohlasang uni sinab ko'r. Uzr, Ted. Men maxsus xizmatdaman. Nima olib ketyapsan? Biror qiziqroq narsami? Yur, ko'rsataman. Tushunmadim.
Bu nima o'zi? To'g'risi bilmayapman. Havoda suzyaptimi? Uni tushirish kerak. Ha, geli pufaklar ekanda. Endi tushundim. Qani Ted, biz uni tezroq tutib kelishimiz kerak. Seni yangi kashfiyoting va narvon ham bizga kerak bo'ladi. Yaxshi, hamma eshitsin. U yerga borganimizdan so'ng har birimizga geli pufaklari beriladi. Geli o'zi nima, Taylor xonim? Bu shunday gazki, u bilan to'ldirilgan pufaklar uchishi mumkin. Qo'yib yuborsangiz, osmonga uchib ketadi. O'z pufaklaringizga maxsus raqamingizni bog'lab qo'yishingiz ham mumkin. Keyin esa ularni qo'yib yuboramiz. Undan so'ng kimdir sizning pufaklaringizni topib olib, sizga xat yozishi mumkin. Meni pufagimni kim topar ekan, a? Meniki esa Fransiyaga uchib ketadi. Biror fransuz qizcha topib oladi. Meniki undan ham uzoqqa uchishi mumkin. Amerika yoki Xitoymi yoki Mars. Mana ular. Biz yaqinlashyapmiz. Nimaga Boni? Iya, buni qara-ya. Pet shu yerda bo'lishi kerak edi-ya. Xavotirlanmang, Reverend. Pet albatta jo'natmani vaqtida olib keladi. Jess, tayyor tur. Ularni hozir tutamiz. Reverend ularni allaqachon kutyapti chog'i. Nima? Pufaklar qochib ketdi? Qaysi tomonga qochibdi ular? Xo'sh, qani, aytingchi. Ana bu tarafga. Ishonching komilmi, Ted? Tedning avtomatik ushlab ol qurilmasi bizni uyaltirib qo'ymaydi. Biroz yetmayotganga o'xshaydi. Narvondan foydalanamiz. Shunda uddalaymiz. Bu yerda nima gap bo'lyapti? Vaqtni qarang. Yo'q, Pat. Bu mahalliy ofitserning xizmat doirasiga kiradi. O'zim. Faqat ehtiyot bo'l. Pastga qarama. Xavotirlanma, Pat. Pufaklarni bitta olgin. Hop, tushundim. Bitta olaman. Haligi bitta. Endi nima qilish kerak, Pat? Bittasini qo'yib olmasdan boshqalarni olish qiyin. Ularni tugmanga bog'lab ol. Nima? Shunda qo'ling bo'shab, boshqalarni ham olasan. Yaxshi fikr. Bolalar hozir kelib qolishadi, Reverend. Qayerda ekan bu Pat? Menga qo'ng'iroq qilaman. Barakalla. Ajoyib. Voy, nimalar bo'lyapti? Meni pastga tushiringlar. Voydat. Ha, bunday manzarani har kuni ko'ra olmaysan. U 1,5 soat avval chiqib ketgan emish. Unga nima bo'ldi, Ben? Meni jo'natmamgacha. Qaranglar. Bandargohga qarab uchyapti chog'i. Meni o'sha yerda kutib tura olasanmi, Ted? Ha, bo'pti. Mana uni ham berib tursang, bu zarur bo'ladiganga o'xshayapti. Qani yur, Jess. Qayoqqa ketyapsan? Ishxonaga.
Vertolyotni ishlatadigan vaqt keldi. U bandargoh tomon uchyapti, Ben. Uni iloji boricha tezroq pastga tushirishimiz kerak. Vertolyotni kelishingizga tayyorlab qo'yaman, Pet. Aslo xavotir olmang. Uchish unchalik ham yomon emas ekan-u. Umuman olganda yaxshi dam olyapman. Ajoyib. Qo'sh, meni oldimdan jo'na. Hozir sen ortiqchasan. Jo'na deyapman. Hamma narsa tayyor, Pet. Rahmat, Ben. Hayır, Pet. Omad. Voy, suvga qarab ketyapmiz-ku. Bu unchalik yaxshi emas. Ishqilib oxiri baxayr bo'lsin-da. Hammasi joyida. Hozir Pet kelib qoladi. Pufaklarim yo'q bo'ladiganga o'xshaydi. Rejalarimiz barbod bo'ladi. Xudoyim. Xavotir olmang, Reverend. Pet ularni hammasini olib kelishiga ishonaman. Qarang, bu Pet amaki. Dadam kelyapti. U albatta olib keladi. Men ilmoqni tushiryapman. Uni mahkam ushlashga harakat qil. Hozir, Pet. Hozir yana biroz pastlataman. Yaxshi. Yo'q, iloj bo'lmayapti. Parrakdan chiqqan shamol seni yanada pastlatyapti. Yana biror narsa qilib ko'raman hozir. Mayli, Pet, kutaman. Voy. Balki kemaning ana u mashtasidan ushlab olarsan. Harakat qilib ko'raman. Ted, tayyormisan? Albatta, shahbozlar. Boshqa yaqinlasha olmayman. Endi nima qilaman? Alf, boshdan ushla. Qo'yin! Bu yana nimasi? Pet, uni ushla. Ushladim. Qo'yin! Mana u senga. Mana u senga. Mana u senga va mana u. Mira. Juda afsusdaman. Bu oxirgisi edi. Ha, ulardan biri Arturni qutqarishayotganda yorilib qoldi-ku. Mayli, hech qisi yo'q. Mayli, hech qisi yo'q. Menikini olishing mumkin. Chindanmi? Albatta. Endi kimni pufaga uzoqroq ucharkin deb ham bahslashmaymiz. Ikkovimizniki bir joyga boradi. Mana belgini bog'lab qo'y. Rahmat, Julian. Hamma tayyormi? Ha! Unda ushiring ularni. Sendan juda minnatdorman, Pet. Sen ularni vaqtida olib kelding. Va Arturni ham qutqarding, Pet. Albatta. Maxsus eltish xizmati. Topshiriq bajarildi.